Assalomu alaykum aziz kitobxon. Men Samarqand viloyati Qo'shrabot tuman axborot kutubxona markazining fondlarni saqlash, to'ldirish va ularga ishlov berish bo'limi rahbari Sayfiy va Muqaddas. Sizlarga bugun Komil Sindarovning Kechikkan qasos qissasi haqida ma'lumot bermoqchiman. Muallif, huquqshunos, yuridik fanlar doktori, professor Komil Sindarov 1960-yil 27-noyabrda Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanida dunyoga kelgan. O'zining ilk faoliyatini Samarqand davlat universitetining fuqarolik huquqi fanlari kafedrasi o'qituvchiligidan boshlab, aspirant, kichik ilmiy xodim, Respublika prokuraturasida bo'lim prokurori, boshqarma prokurori, Respublika oliy xo'jalik sudi sudyasi va boshqa mas'uliyatli lavozimlarda faoliyat yuritgan. Hozirda O'zbekiston shaxmat federatsiyasi raisi o'rinbosari, Xalqaro shaxmat akademiyasi direktori lavozimida faoliyat olib bormoqda. O'nlab badiiy detektiv asarlar muallifi, detektiv asarlarni hayotiy tajribalar asosida kitobga sola olayotgan yozuvchidir. Asar 2015-2016-yillarda real voqealar asosida yozilgan bo'lib, u 2021-yil bosmadan chiqqan. Asardagi asosiy qahramonlar ko'pincha asarda asosiy obraz hayotga adolatsizlikka uchragan, ammo vaqt o'tib haqiqatni tiklashga intilgan inson sifatida tasvirlanadi. Tog'ayevlar xonadonining barcha a'zolari mudhish qotillik qurbonlariga aylanishdi. Ularning bunday ayanchli taqdirlariga boylik sabablimi yoki ketma-ket sodir etilgan jinoyatlar ishtirokchilari kimlar yoki bu bitta odamning ishimi? Qissadagi qahramonlardan biri Maryam nima uchun o'zining qariyb 20 yil davomida karlikka, go'nglikka solib yurdi? Ne'matullaning baxtli oilasiga ko'z tegdimi yoki ular ham baxtsizlik qurbonlarimi? Tergovchilar Faxriddin bilan Sanjarbek nima uchun aynan 20 yil avvalgi jinoyat sabablarini o'rganishga bel bog'ladilar? Qo'lingizdagi kitob qahramonlari jinoyat olamining ana shunday nihoyatda chigal va nihoyatda murakkab muammolarini va sirlarini yechimini izlaydi. Duolar yoritgay uylaringizni, jannatlardan qilsin joylaringizni, hayotingiz shamin bevaqt o'chirgan g'animlar o'pgaylar poylaringizni. Yurt uchun jonini tikkanim bolam, jannatlarda qo'nim topganim bolam. Hukmingizga havola etilayotgan Komil Sindarovning Kechikkan qasos asari o'zbek adabiyotida ijtimoiy adabiy mazmundagi asarlar sirasiga kiradi. Ushbu asarda muallif jamiyatdagi adolatsizlik, insoniylik, vijdon va kechikkan adolat mavzularida ma'lumot va tahlil keltiriladi. Aziz kitobxon, ushbu asar oddiy o'quvchining huquqiy savodxonligini oshirish bilan birgalikda sud, prokuratura, ichki ishlar xodimlari, ayniqsa yosh tergovchi va isqvorlar uchun ilmiy amaliy qo'llanma bo'lishiga umid qilamiz. Sizlarga ushbu asarni o'qishlikni tavsiya qilaman.